bel grijalarini operatsiya qilgandan keyin qaytalanib qolish holatlari 1% dan 15% gacha kuzatiladi. Qaytalanishni oldini olishlik uchun quyidagilarga amal qilishingizni tavsiya qilamiz. Ya'ni operatsiyadan keyin 15 kun, 20 kun o'tgandan keyin butun og'riqlar ketadi va o'zingizni sog'lomdek his qilasiz. Lekin ichkaridagi defekt, boyagi teshik, grija olingan joyni o'zi 18-24 oygacha to'lib bitib ketmaydi. Qaytalanishiga sabab bo'ladigan quyidagi omillar bor. Bittasi og'ir yuk ko'tarib olgan, 45-50 kilo atrofida keladigan narsani ko'targan, birdaniga grija qaytib chiqib kelyapti va kuchli simptomlar boshlanyapti. Yana bittasi aytayaptiki, ko'p vaqt o'tirib olgan, o'tirish mobaynida o'sha grijani qaytalanishi. Yana bitta bemorimiz operatsiya bo'lgandan keyin 1000 marta tushuntirishimizga qaramasdan viloyatga mashinada yo'lga chiqib ketgan. Ya'ni operatsiya bo'lgan joyning o'zidan qaytalanib grija chiqib kelayotgani va qayta operatsiyagacha bo'lganini holatlari kuzatilyapti. Shuning uchun sizlarga tavsiyamiz, shifokorlarni tavsiyalariga quloq tuting va ko'p o'tirish, og'ir yuk ko'tarib olishlardan ehtiyot bo'ling. Grija olib tashlandi degani bu butunlay yechim bo'ldi, qaytib og'rimaydi degani emas. Albatta reabilitatsiya, ya'ni operatsiyadan keyingi mashqlarni qilib turish kerak bo'ladi. Mashqlar qilib turiladigan bo'lsa, nafaqat grija chiqqan joyda, balkim boshqa joylarda ham yana muammolar kelib chiqishini oldini olgan bo'lamiz. Agar kommentda plyus belgisini qoldirsangiz, sizlarga operatsiyadan keyin qilinishi kerak bo'lgan grijani mashqlarni jo'natib qo'yamiz.